Kecha sochimni bo'yadim. Ildizlari oqarib ketibdi ozgina. Nega ayollar oqlarni bekitish kerak? Nega biz ayollar oqargan sochlarimizdan uyalamiz? Erkaklarga bu etalon krasoti, seksualnosti. Ayollarga nimagadir qarichilik belgisi. Nega bunaqa double standard? Rostini aytsam, men sochimni bo'yashdan charchadim. 2 hafta bo'yashim kerak. Nega sotsam ayollarga oq sochli bo'lgani yarashmaydi deb o'rgatadi. Erkaklarga esa nabarot boykot объявить qilamizmi? Ayollar soch oq yuramizmi? Men uzoq yura olmayman. Nimagadir oq sochlarimni qabul qila olmayman. Ayollar bormi shunaqa odamlar? Har 2 hafta mendan mo'ralab chiqadigan oq sochlarimni bo'yashim kerak. Sochimni kачествоsi dabdala bo'ladi. Pastiga mayli o'sha bo'yamayman-ku, tepasi. Nega omma ayollarga sochingni bo'yab yurishing kerak, shunda chiroyli bo'lasan deb uqtiradi. Angliyada bitta soch bo'yash bilasizlarmi qancha? Bitta ildizni bo'yash где-то 100 dan 150 dan oshib turadi. Agar oqlaringizga moslab ozginamda anaqa tushmoqchi bo'lsangiz, highlightlar ular где-то 200 dan oshib turadi. Lekin mendagi qizg'anchuvlar mayli qizg'anchiq emas, qimmatda. Nimaga biz ayollar sochimizni oqini bekitib yurishimiz kerak? Mayli.